Bugün anacanlarımızdan biri Kalcan apamız 18 baharın qarşılab olibdi. Osunu menen birge xalqimiz aytadi, o taq bo'lmasin, yuk bo'lsin deydi. Kalcan apam 18 ga chiqib o'tirgan bo'lsa, bizim Rozunbay ağa menen birgelikde hozirgi vaqtda 40 yıl baxtlı ömür sürüp gelmekte. Ana osunda ulkan yubiley to'ylarim birgelikde belgileu maqsadidamiz. Bugungi to'yimizga kelgan barcha siyli qo'noqlarimizga xush kelibsiz. Barchangizga to'ylar qutlu bo'lsin. Sizlarga de yaxshi niyatimiz bor. Sizlardan de shamarangizda shunday quvonch birligigan to'ylar bo'laversin. Restoranimizga xush kelibsiz. Ko'rib turganimizdan biz albatta quvonchlimiz. Итак, встречаем, дорогие друзья, уважаемые гости, главные герои сегодняшнего праздника, замечательная семья. Ну и, конечно же, это музыкальная композиция, этот музыкальный подарок сегодня в исполнении нашей красавицы, заслуженной артистки Республики Каракалпакстан, Гульнигар Сапаева. Мархамат кутуп аламыз, кол шабатлаулар менен. Вот таким вот праздником. Мы вас поздравляем. Және бір мәрте тойымыз құтты болсын. Қалжан апа, жастарымызға жас қосыла берсін. Ағам менен біргелікте 100-ден өтіп, біргелікте тек қартайыңыздар. Katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Qaljon onamiz sog' va salomat bo'lsinlar. Yana bir bora tabriklaymiz. Barcha go'zal niyatlarimiz, samimiy tilaklarimiz onajonimiz uchun, otajonimiz uchun va ushbu sulola uchun bo'ldi bugun. Bugun mana shu dargohga tashrif buyurgan har bir mehmon va mezbon aynan davramiz to'rida bir-birlariga munosib bo'lib turgan insonlar uchun tashrif buyurganlar qadam ilangan hasanotlar bo'lsin, xush kelibsizlar deymiz. Endi bu yerda hürmetli mehmonlar, aziz dostlar, xalqimizda bir жақсы gap bor. Ata-onang bo'lsa o'rnakli, u menen qiz o'sir ko'rnakli deydi. Bizim Rozunbay ağamız, Kalcan apamız baxtlı, şangıraq baxtlı insanlar. Onları var, kızları var, akıllıları var. Ani bugün perzentlerinin müsabeti menen, perzentlerinin oylagаны menen, perzentlerinin aldığa koygan maksatı menen taza jolda ata-anamыздың toylарын өткерсек, ел халықтың партиясын алсақ деп мінекей ниет әмелге асандыратыпты. Мен әзір ұсыларды құрметпенен ортаға шақырып, бүгін ата-анасына атайлап даярланған сауғасын інім етсе, құтылықласа, жүздерінен сүйіп жүрек бауырына басса, одан басқа қандай бақытым керек? Конечно, біз әзір нәубетті ұсыларға береміз. Самое главное, наши замечательные дети этой прекрасной семьи, давайте мы их пригласим. Мархамат Құдратжан. Alloh taoloning bandalarga inom etgan eng buyuk ne'matlaridan biri bu farzand ne'mati ekan. Rozunbay otamiz hamda Qaljon onamizga Allohim mana shunday buyuk ne'matlarni ato qilibdilar. Farzandlarga yana bir bora yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, barcha farzandlarni muborakbod qilamiz. Marhamat, farzandlar nomidan Gulnigor onamiz chiroyli niyatlarni izhor qiladilar. Avvalambor hammaga assalomu alaykum azizlar. Albatta o'shunday quvonchli kunimizda bizning quvonchimizni bo'lishib uchun bugun sherik bo'lib kelganingizga hammangizga rahmatlar aytaman. Endi nima demoqchiman azizlar? Mana biz har doim to'ylarda yuramiz, boshlovchilik qilamiz. Bugun ota-onamni mana shu eng baxtli ayyomida men xohladim. Boshlovchilarga iltimos qildim. Bugun aynan yozilgan monolog o'qishlarini xohlamadim. Bugun men dilimdagi so'zlarni ota-onamga aytmoqchiman. Endi ozgina hayajonim bor, to'g'ri tushunasizlar. Ota-onam haqida gapirarkanman, aslida aytadigan gaplar bisyorgina. Lekin mana biz qanchalik to'ylarda yurib, hammani ota-onasiga tabriklarni izhor etsak ham,
o'zimizni ota-onamizga kelgan paytda hayajon baribir tomoqqa tiqiladi. Bilasizlarmi, otam haqida ozgina aytmoqchiman. Otam qanaqa inson? Biz mana yoshligimda eslayman, 4-yoki 5-sinf edim. Opam kasal bo'lib, kasalxonaga tushib qoldilar. Onam Toshkentda edilar. Men vaholanki opamning yonida o'tirib, ularga qaradim kasalxonada. Keyin bir kuni opam aytdilar. Otam erta bilan keldilar, qish kuni edi. Ota, men chuchvara yegim keldi, pelmen yegim kelyapti dedi. Men hali ham esimda. Xo'p, qizim dedi-da, kechqurun kechasi keldilar. Qo'lida bir kastrol pelmen. Endi bu siz uchun balki qiziqdir, lekin meni esimda qolgan narsa, keyin men so'radim. Otajon, o'zinglar ham yedinglarmi deb so'rasam, yo'q hali bolam, hali biz yemadik dedilar. Endi u paytlarda bilasizlar, hali bunchalik zamon rivojlanmagan. Kafe restoranga borib, bunaqa narsalarni zakaz qilib hozir olib kelamiz, unaqa sharoit yo'q edi. Otam erkak bo'lishiga qaramasdan qizini bittagina tilagini amalga oshirish uchun o'zi xamir qorib, o'zi ovqat pishirib olib kelgan edi. Men otam shunaqa inson azizlar. Bu narsani aytishdan uyalmayman. Meni otam o'z o'rnida ham otalik, ham onalik mehrini bera olgan. Shu otamga qarshi chalishlaringizni so'rayman. Endi onam haqida gapirsam. Onamni bilasizlar. Biz farzandlar uchun hamisha hamma narsasidan voz kechgan. Hatto bugun ham onamga tanbeh qildim to'g'risi. Nimaga shunday ayyomda yangi libos kiymadingiz ona desam, bola vaqtim bo'lmadi dedilar. Biz shunaqa mana yuzsiz farzandimiz shunaqa liboslarni kiyamiz, lekin biz ham mana farzand bo'lib to'g'risi bugun onamizga vaqt ajrata olmadik. Ota-onamizni bugun o'zimiz ota-ona bo'lib qadriga yetdik. Onam mana necha yildirki farzandlari uchun jon kuydiradilar, necha yildan beri. Biz mana uylandik, turmush qurdik, lekin hali ham ota-onamning etagini qo'yib yubormadik. Men onam men uchun dunyodagi eng yaxshi inson. Men mana shunday insonlarning farzandi ekanligimdan faxrlanaman azizlar. Rahmat. Juda hayajondaman. Bilasizlar, ota-onam yoshligimizdan bizni orzularimizni amalga oshirish uchun o'zlarini orzularidan voz kechib kelganlar. Ota-onamning bitta katta orzusi bor. Bugun biz mana farzandlari yig'ilib, kelin-kuyovlari yig'ilib, bugun ota-onamni shu orzusini amalga oshirishni niyat qilganmiz. Inshaalloh ota-onamizga Ramazon oyiga umra safariga yo'llanma qildik azizlar. Qabul qilasizlar. Do'stim Bayram Perdabayev ajoyib qo'shiqlarni ota-onam uchun taqdim etdi. Bor deydilar, baxtimizga shu zotlar sog' bo'lsin. Eng aziz inson dadam, davlatim sulton dadam, omon bo'ling baxtimga, jonim dadam, jon dadam. Yo'g'imda ham borimsiz, tog'day xush viqorimsiz, g'ururimsiz, orimsiz, jonim dadam, jon dadam. Duolarda siylab tinmagan, sinovlarda aslo sinmagan, arazlarni sira bilmagan mehribonim, hech ko'rmang alam. Onajonim, o'zimni onam. Ota-onamiz baxtimizga sog', omon bo'lsinlar, umrlari ziyoda bo'lsinlar. Hojona onamizga yana bir bora muborak bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Onajonim ustoz shu Amudaryoda Marg'itda bitta to'yda ko'rib
Qudratjon, mana shunday bir chiroyli sanating bor ekan. Men xudo xolasa butun respublika bo'ylab to'ylarga seni olib chiqaman, elga yurtga tanishishga qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam qilaman deb butun mana respublikada chiroyli to'ylarda, yaxshi kunlarga borib, xalqimizning xizmatini qilishimizga sababchi bo'lgan inson Xoljonoy onamiz bo'ladilar. Men bu insonga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lsinlar, o'zini o'g'liday ko'rib, o'zini farzandiday ko'rib, mana shu elga yurtga xizmat qilishimizga sababchi bo'lib turgan inson onajonimiz bo'ladilar. Xoljon ona, tabriklayman onajon. Umringiz ziyoda bo'lsin. Действительно, to'ylar qutlug' bo'lsin. Qazonchilar qutlug' bo'lsin. Ilayim meniki yilning boshi to'y bilan boshlanib atar, yilning oxirida shekam shanarlarimizda to'y bo'la berdik. Balalarimiz, qizlarimiz almamizda amon bo'lib, meniki o'sib o'tirgan axloqlarimizning qiziqlarini tengli ko'rib bergaysiz deb shaxsiy niyatimizdan sizga. Buni padarkini tasib o'tirib, barma albatta ham keladi. Astagfirullah. Bozorda zot qoldimi o'zi? Barakallah. Endi qarashayning ko'rki, zavarka to'yning ko'rki, padarka deydi. Meniki xudo-xudog'aylarimiz padarkalardan kelib o'tir. O'n bo'lsin sizlarga deb o'ylasam hamda bizim Baxtiyorga bizni qashqama bering deydi. Qashqam so'rasin, hojatamiz deydi. To'ylar qutlug' bo'lsin, marhamat. Assalomu alaykum, to'yga kelgan qonaqlar. Xudo kelgan qonaq qadimlarimizga gul bitsin. O'sha shamaraxtni kesak shaxs kunlarning duosi bo'lib kelin. Bugun kundoshim Qaljan 60 yoshga chiqmadikda. Shu 60 yoshing o'n bo'lsin. Shu hurmatli kuyovim bilan qizlarimning, balamning, Xudoy qizig'ini ko'r. Qo'salarim, jiyab berganimning hammasi to'yga shaxs kunga buyursin. Xudoyim, shu dunyo turqashi turing. Hech shamollab ko'rmang. Murasabalarga sertifikat olasiz. Xudoyim qabul bo'lsin. Alloh taolo qabul qilsin. Haqiqatda da bor nasib etaversin. Hammaga shukrli bo'lsin. Hammangizga baxt tilayman. Kim meni armon maqsad etsa, Xudoyim hammasini yetin. Kundosh yana bir marta bo'lsin tug'ilgan kunim. Endi iki qizim, balam, iki kuyovlar, kelin, hammangizga deb. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Yaxshi niyatlar uchun tashakkur. Sog' va salomat bo'ling. Marhamat, yana go'zal istaklar bo'lsa davom etamiz. Demak, sovg'alar topshirilmoqda. Marhamat, tabrikimiz sovg'alarni qabul qilib olasiz. Yaxshi kun muborak bo'lsin. Onajonimiz chiroyli yordam bilan sog' bo'lsinlar deymiz, ana bo'lamiz. Muborak bo'lsin. Ay olsana bak gönülleriniz yer versin bana kadar. Şu arifler gönüller, sağlar, bugün olsa şanlarına zıplayağımızda hem de Xoljon apamızga. Sağlarına kutlu olsun. Suretga tushib olasın, Ro'ziboyga Xoljon apa navbatdagi tilaklarimiz Xudo-xudog'ayimizning atlaridan qiz berib qiz olishgan, meniki to'yga borishgan, shunday quvonchli to'ylarda musharrashlik bilan tavsiyam bizning Xudo-xudog'aylarimiz. Baxtiyorga bu tarafa Alloh bo'lsin, Xudoimiz mangu bo'lsin deymiz. Navbat sizga. Assalomu alaykum. Ne dans, Rohme, Xudog'ayimiz Xoljon yo'nalishdi. Menga boshqasini qilib bo'lgan ekan. Xudoy menga qilsin, ko'rsin. Niyatda bugun baxt, yemishlardan quvonch, qaysi yaxshi umid bersin. Shunday xudolarimiz tarafdan Xudog'aydan bәріміз мәңгі көсі, ұл өсіп атырмыз, қыз өсіп атырмыз, ақыл көріп атырмыз, ақылдарны кейде көріп несіп етіміз ерге. Қазақ Құдағай жасын шасын қоса бер Құдай, өмір жасын сұрақ қой. Assalomu alaykum kelgan mehmonlar. Құдағайым сүйек беріп сүйек алысқан Құдағайлар 1000 жылдық болды. Құдай 1000 жыл қатынасқаймыз. Балаларымыз алдымызда аман болғай. Бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Мына балаларымыздың перзенттеріміздің беріп жатқан умра сапарлары
аман барып айғайтыңлар. Біздерге де жүксіз болсын. Құдай қатта мәккелерге бірге барғаймыз. Бәрі оң болсын, әмесі құтлы болсын тойлар. Мына семьямыздың атынан бір жақсы программалар көріп отырмын деп тілейміз алдық. Жақсы жаңалықтар көріп отырмылар. Ana xolos, rahmat. Бұлар енді екеуі жұмысты қойып, екеуі де телевизорға қойып отырады ғой енді. Сау болсыңдар, рахмет. Ал